Yurtimizda yoshlarning iste'dod va salohiyatini ro'yobga chiqarish, ularning san'at, madaniyat va ijodga bo'lgan qiziqishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan eng yirik loyihalardan biri Yoshlar ovozi Bo'zatov Fest tanlovining bu yilgi respublika bosqichiga start berildi. Mazkur festival nafaqat yosh iste'dodlar uchun o'z mahoratini namoyish etish maydoni, balki ularning yangi ijodiy g'oyalarini yuzaga chiqarish, o'zaro hamkorlik qilishiga xizmat qiluvchi muhim platformaga aylanib ulgurdi. Tantanali ochilish marosimidan muxbirimiz xabar qiladi. Ko'plab yoshlarni bir nuqtaga jamlagan hamda ularning iqtidorlarini qaytadan kashf etgan Yoshlar ovozi Bo'zatov Festning 2026-mavsumiga start berildi. Ayni 12 viloyatdan saralanib respublika bosqichiga yo'llanma olgan yoshlar bugun Qoraqalpog'iston Respublikasining Bo'zatov tumanida bo'lib turishibdi. Jarayonlar boshlandi. Bo'zatov yana bir iste'dodlar maskaniga aylandi. 5 yildan buyon o'tkazib kelayotgan ushbu festival minglab yoshlar uchun orzular sari ochilgan katta sahna vazifasini bajarmoqda. Bir paytlar tomoshabinlar safida o'tirgan yoshlar bugun ana shu sahnada o'z iste'dodi bilan olqishlarga sazovor bo'layotgani festivalning eng katta yutug'idir. Ulardan juda ko'plari O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvonini qo'lga kiritishdi. Kelajak bunyodkori medali, Zulfiya mukofoti, Mard o'g'lon mukofotlari bilan taqdirlandilar. Va bugun yangi O'zbekiston yoshlari san'atda ham juda katta xalqaro turnirlarda, xalqaro tanlovlarda yutuqlarni qo'lga kirityaptilar. Shuning uchun ham Bo'zatov festivali o'zini samarasini beryapti deb bemalol aytishimiz mumkin. 370 ming yoshlar bu yilgi tanlovda ishtirok etdilar. Bu yerda nafaqat g'oliblar aniqlanadi, balki yangi yulduzlar kashf etiladi. Har bir chiqish ortida mehnat, katta ishonch va ulkan maqsadlar mujassam. Festival davomida sahnaga ko'tarilgan yoshlar o'z san'ati bilan tomoshabinlarni hayratga solib, kelajakda yurtimiz madaniy hayotining munosib davomchilari ekanini namoyon etishdi. 5 yildan beri o'tkazilib ketgan bo'lsa bu festival dasturiga aylandi. Dasturiy turda har yil biz yoshlar o'sha festivalda assig'islik bilan kutamiz. Bo'zatov xalqi har yil o'sha yoz keluvini o'sha festivalning boshlanuvini assig'islik bilan kutadi. Albatta bunda hurmatli yurtdoshlarimizga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Bo'zatov Fest har doim talantlarni yuzaga chiqaruvda charchamaydi. Bo'zatov bugun nafaqat festival markazi, balki butun mamlakat yoshlarining uchrashuv nuqtasiga aylandi. Qoraqalpog'istonning betakror muhitida tashkil etilgan tantana yurtimizning turli hududlaridan tashrif buyurgan iste'dod egalari, san'at vakillari va minglab yoshlar bilan bir nuqtaga jamladi. Festivalning tantanali ochilish marosimi esa bayramona ruhni yanada kuchaytirdi. Hozir juda ham hayajondaman, sababi aynan 4 yil oldin, aynan shu kuni Bo'zatov shahridagi shu stadionda, shu pavilyonda men 50 million, ya'ni birinchi o'rinni ko'tarish uchun sahnaga chiqqandim va hozir 2022-yilgi g'olibi ham xalqaro ko'rik tanlovlar g'olibi Bo'zatovni haqiqiy kashf etgan iste'dodi bo'lib, sahnada millionlab yoshlarning oldida qo'shiq ijro qildim. Bu men uchun juda ham katta baxt. Kech kirishi bilan festival maydoni ulkan musiqa va shodlik maskaniga aylandi. Taniqli san'atkorlarning chiqishlari, jo'shqin kuy qo'shiqlari va yorqin sahna shousi yoshlar qalbida unutilmas taassurot qoldirdi. Har bir qo'shiq minglab tomoshabinlarning jo'r ovozi va olqishlari bilan yanada jarangdor yangradi. Bizlarga qo'llab-quvvatlayotgan prezidentimizga ko'p rahmat aytamiz. Shunday konkurslar ko'payib bersak, hammamiz quvonchli bo'lamiz. 2 soatdan ortiq davom etgan gala konsert festivalning eng yorqin lahzalaridan biriga aylandi. Ammo bu hali yakun emas. Oldinda yoshlar eng mas'uliyatli sinov, kunlik jarayonlar va final bosqichi kutmoqda. Bo'zatov sahnasida porlagan iste'dodlar endi mahoratini yana bir bor namoyon etib, eng yuqori marralar sari intiladi. G'olib Amirov Jamol Nazarov, Qoraqalpog'iston Respublikasidan.